Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Shahruz Bilyard Pro'ning ikkinchi filialiga tashrif buyurdik. Bu yerda ham biz mijozlardan savol-javob o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, video juda ham qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Akajon, Shahruz Bilyard Pro'ga qanchadan beri tashrif buyurasiz? Shahruz Bilyardga 2 oy, qariyb 3 oy bo'ldi. 2 oy, 3 oy. Shahruz Bilyard Pro'ning ikkinchi filiali yaqinda ochildi. Xush kelibsiz akajon. Bu yerda boshqa bilyardxonalardan nima farqi bor akajon? Afzallik tomonlari haqida. Stollar yangi, kiylar yangi, to'g'ri. Urganingiz urganga borib tushadi. Doimiy klientimiz o'zi. Nargi filialga ham, bu filialga ham kelib turamiz. Juda ham yaxshi. Qarangda endi narx bo'yicha keladigan bo'lsak, boshqa bilyardxonalarda Shahruz Bilyard Pro arzonmi yo qimmatmi? Hammam bor. Narxlari ham, xizmatlari ham yaxshi. Endi qarangda, bizning oxirgi savolimiz, Shahruz Bilyard Pro'ni kimlarga tavsiya qilib qo'yasiz? Bilyardga qiziqadigan hammaga. Bilyardga qiziqadigan hammaga. Qilayman degan hammaga. Mana kuzatuvchilar, akamizdan fikrlarni bilib oldik. Akajon, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'lasiz. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi akajon? Qarangda, hozir Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga biz savol-javob o'tkazyapmiz. Bir 3-4 ta savol bersam maylimi? Mayli aka. Akajon, qarangda, Shahruz Bilyard Pro'ga qanchadan beri tashrif buyurasiz? 4-5 oy bo'lib qoldi. 4-5 oydan beri. Shahruz Bilyard Pro'ning bu ikkinchi filiali akajon, xush kelibsiz. Bu Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasi boshqa bilyardxonalardan nima afzallik tomonlari bor sizningcha? Bu yerni yangi nimalari, stoli, kiylari, stollari yangi. Endi qarangda, narx borasida keladigan bo'lsak, boshqa bilyardxonalardan narxi arzonmi yo qimmatmi? arzon, hamma joydan arzon. Hamyon bo'lib narxlarda. Endi oxirgi savolimiz, Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasini siz kimlarga tavsiya qilib qolasiz kameraga qarab? Bilyard o'ynaydigan, bilyardga qiziqadigan hamma kishiga tavsiya qilib qolaman. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Charchamay yuribsizmi? Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga xush kelibsiz akajon. Rahmat. Sizga 3-4 ta savollarimiz bor. Javob berishga tayyormisiz? Albatta. Akajon, qarangda, Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasiga qanchadan beri tashrif buyurasiz? Eski filialiga 2 yil qoldi, yangi filialiga 1 oydan beri. 1 oydan beri. Qarangda, Shahruz Bilyard Pro bilyardxonasining boshqa bilyardxonalardan qanaqa afzallik tomonlari bor? Afzallik tomonlari o'ynash uchun qulay, stollari yangi, kiyalari yangi. Qarangda, narx-navo haqida keladigan bo'lsak, boshqa bilyardxonalardan Shahruz Bilyard Pro arzonmi yoki qimmatmi? Arzon narx-navolar. Narx-navo arzon. Ham qulay, zo'r. Bu yerda Shahruz Bilyard Pro'ning siz kimlarga tavsiya qilib qolasiz? Kelib bilyard o'ynashlarini, dam olishlarini? Dam olishlari asosan shu bilyard akalarimizga tavsiya etamiz. Ya'ni o'rtoqlar, maza qilib o'ynashlarga ham mumkin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, akamizdan iliq fikrlarni bilib oldik. Akajon, sizga kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mijozlarimizdan biz iliq fikrlarni bilib oldik. Agar siz ham bilyardga qiziqsangiz, pastda telefon ham qoldiramiz. Bemalol shu nomerlarga telefon qilib, o'z joyingizni hoziroq band qiling. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.